Assalomu alaykum va rahmatullohi. Yuzin Soliha guruh. Mana bugun beton zavodga keldik. Beton zavodda kameralarni yangilaymiz. Oldin eski kameralar qo'yilgan. Eski kameralardan qo'yilgan. Hozir biz 8, 6, 4 megapikselli kameralar qo'yamiz. Bu yerda 2 megapikselli kameralar bo'lgan mana. Vision kameralari. Bitta ham aralash bo'lgan ekan. 2, 4 IPTZ ham bo'lgan. IPTZ kameralari bo'lgan. Ketdik, ichkariga ko'ramiz qanaqa kameralar qo'yishdi, qanaqa joylarga qo'yishdi. Mana beton zavodni ichi, eski beton zavodi bu. Hozir bu yerda mana bunaqa plitalar chiqarishadi, latoylar ishlab chiqarishadi. Mana bu burchagiga qo'yishgan bitta kamerani, 8 megapikselli kameralar, 8 megapikselli gibrid. 20-40 shunaqa kameralar qo'yamiz. Color 24 soat rangli oladigan kameralar. Bu yerda biz eski kabellarni olib tashlaymiz, bir xilgilarini u yerda yotibdi. Mana kabellari quyoshda kuyib ketgani uchun olib tashladik. Qolganlari qoldi. Yana biz qo'shamiz. Xudo xolasa bu yerga 10 ta yoki Allohu alam 9 ta kamera qo'yamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Zavod, fabrikalarga, sexlarga alohida skidkalarimiz bor. Inshaalloh qo'ldan kelgancha skidka qilib beramiz. Yuzin Soliha guruh har doim xizmatlaringizga tayyor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizning Instagram, Telegram sahifamizga obuna bo'lishni unutmanglar.